Yaponiya 2050-yilda yashayapti desam, ishonasizmi? Chunki Yaponiyaning Tokio shahrining asosiy ko'chalarida bir qadam bossizmi, elektr energiyasi ishlab chiqaradigan qurilmalari bor. Bu ko'pincha Piazzo deb nomlanadi. Bir qadam bossizmi, 20 soniya 10 ta ampulni quvvatlantirish qurilmasiga ega. Harakat orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish. Bir qadam bossiz, shahar elektr energiyasiga foyda keltirdingiz. Yaponiya uchun bir qadamingiz ham foydalidir. Faqatgina bu emas, 2023-yilda Yaponiya qordan ham elektr energiyasi ishlab chiqarishni e'lon qilgandi. Xitoy esa torium orqali elektr energiyasini ishlab chiqarishda tajriba qilayotganini e'lon qildi. Qardoshlarimiz Turkiya esa chiqindilarni yoqish evaziga elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Endi bizchi? To'ppa-to'g'ri, u miyalari bilan bizning miyamiz orasida katta farq bor. To'ppa-to'g'ri. Lekin 1947-yilda mustaqil bo'lgan Yaponiya 1945-yilda bizga atom bomba otildi deb to'xtab qoldimi? Yo'q. Aholisi butun kuch-quvvatini ilm-fan va izlanishga berdi va bugunga qadar yetib keldi. Hozirgi kunda dunyoda eng sanoqli texnologik ülkelerden bittasidir Yaponiya. Professorlarda bergan ma'lumotga ko'ra, bundan 5 yil avval Yaponiyaning aholisi 127 million edi. Lekin 2024-yilda 124 million bo'ldi. 2025-yilga borib esa 123,5 million bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bora-bora aholisi ozayib bormoqda, lekin eng qiziqarli tarafi esa dunyoda eng uzun umr ko'radigan insonlar Yaponiyada yashaydi.